Ya'ni erkakda ham huquqlari bor. Erkakning huquqlari ayolnikidan ko'ra ko'proq. Birinchisi, ayolni erga itoat qilishligi vojib. Modomiki shu er buyurayotgan narsa ma'siyat bo'lmaydigan bo'lsa. Agar gunohga chaqirayotgan bo'lsa, er unga itoat qilinmaydi. La ta'ata li maxluq fi ma'siyatil xoliq. Yana erda haqqi, huquqlaridan an la tudkhilal bayta ahadan illa bi iznihi. Ya'ni xotin erining uyiga eri xolamagan odamni kirgizishga haqqi yo'q ekan. Yana erda haqlaridan ayol kishi roza tutmoqchi bo'lsa, nafl rozani eri bo'ladigan bo'lsa, eridan ruxsat so'rab tutish kerak ekan. Chunki uning hojati tushib qoladi. Eri ruxsat bersa tutish kerak. Nafl rozalarni farzni endi tutadi. Yana shu erining uyiga birovni kirgizishligiga mumkin emas, halol emas to eri ruxsat bermaguncha. Yana alla taxruja min baytiha illa bi iznihi. Uydan ham ayol eridan ham shu ruxsat so'rab chiqish kerak ekan eridan. Lipillab chiqib olish kerak emas ekan. Do'konga bo'lsa ham ruxsat so'rab chiqish kerak ekan. Ostona xatlaydigan bo'lsa so'rab chiqish kerak. Yana erda haqqi ayolidan shu ziynatlarni ishlaydi talab qilishga ham haqqi bor ekan. Yasanib yur deyishga haqqi bor ekan. Yasanib yur. Masalan, chiroyli bo'lib yur menga deyish mumkin. O'zi asli bunday qarasa, bizning ayollar bor, ko'chaga chiqsa yasanadi. Atir upa sepat. U sepgan atir butun mahallani tutib ketishi ham mumkin. Uyga kelsa u bo'lsaga o'xshab yuradi. Erining oldida. Unaqa bo'lish kerak emas ekan o'zi. Yasanishlikni erga qilish kerak ekanda. Bu uni talab ekan, shar'iy talab ekan. Agar shunaqa yasanmaydigan bo'lsa, erda unga qattiq tegishga ham haqqi bor ekan.